Orangizda ortiqcha robot bor. Uni aniqlang. Oramizdan bittamiz. Qaysi biringiz? Oramizdan bittamiz. Siz nimani taklif qilasiz? Menimcha har biri bilan suhbatlashib, anomaliyani aniqlash uchun javoblarni taqqoslashimiz kerak. Bu qancha vaqt oladi? Taxminan 3 hafta. Xo'p, mayli. Boshlashingiz mumkin. Robotlar, joyingizdan qimirlamang. Buyruqni tasdiqlang. Buyruq tasdiqlandi. To'xtang, detektiv nima qilyapsiz? Siz ularni barchasi 3 ta qonun bo'yicha dasturlashtirilganini aytdingiz. Demak, 1000 ta robot o'zini himoya qilishga urinmaydi, chunki bu inson buyrug'iga zid keladi. Ishonchim komil. O'sha bittasi o'zini himoya qiladi. Detektiv, qurolingizda tushiring. O'zini yagona sog'lom fikrlovchi deb o'ylaydigan odam aqldan ozgan bo'ladimi? Agar shunday bo'lsa, ehtimol men jinnidirman. Ana u.